Chilonzor 19-kvartal. WhatsApp chorrahani yonginasidan 2 xona 3 xona qilingan tayyor xonadonimizni sizlar bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bu bizning kvartiramizga kirib kelish asosiy eshik qismi. Bu yerda bizning umumiy hojatxonamiz joylashgan. Bu yerda esa sanuzel qismimiz. Ko'rishinglar mumkin. Kafelari yangidan qilingan, kir mashinalar joylashtirilgan, rakvinalari yangi. Bu yerda esa prixojinda mebellarimiz qilingan va bu yerda oynalarimiz joylashgan. Eshikdan kirib keldik sekingina. Bu yer bizning zal qismimizda joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Turetskiy yumshoq mebellari qilingan, televizorlari qo'yilgan, konditsioner, lustra, patoloklari yangidan dizaynda qilingan, stullar bor. Bu yer bizni tetskiy xonamiz hisoblanadi. Bu yerga bitta kravat qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yer bizni oshxona qismimiz. Xolodilniklari joylashtirilgan. Bu yer kattalar yotoqxonasi. Spalnilari bor. Bu yerda shkaflari bor. Ayollarimiz sevgan tortmali stullarimiz bor. Pardalari qilingan. 2 xona 3 xona qilingan tayyor xonadonimiz. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan Euro remont mebel texnikali xonadonimiz. Xonadonimizni investitsiya uchun olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Arendaga berish narxi bu yerda $600 oilaga. Agar bolalar qizlar qo'yamiz desanglar $700 shunaqa atrofda ekan bu yerda. Uyimizni obzorini ko'rdinglar. Pastdan nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. 77 kodi bilan 043 56 40. Uyimizning narxi $72.500. Egalari bilan talashib tortishib narxlarni juda arzon qildik. Bizlar narxlarni ko'rib chiqqandik, solishtirdik boshqalar bilan. Euro remont mebel texnikali xonadon bu yerda unaqa narxda yo'q. $72.500 ga yo'q. $78.000, $77.000 ga bor ekan. Bizlar ko'rib chiqdik. Nomerlarimizga bemalol telefon qilib uylarni ko'rib baraka qilishinglar mumkin.